Assalomu alaykum hammaga. Muhroms blog kanaliga xush kelibsizlar. Hozir endi yangidan Muharram Amerika bo'ldi. Oldin Muhroms blog qilib yuritganman, balki meni eslatganlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, bugun sizlarga onlayn daromad boshlash bo'yicha maslahatlarimni bermoqchiman va o'zim qanaqa qilib oyiga $1,500 topishim haqida ma'lumot bermoqchiman. Uyda o'tirib, o'sha ko'chaga chiqmasdan blogim orqali topadigan daromadim haqida ma'lumot bermoqchiman. Unaqa ko'p vaqtingizni olmaslikka harakat qilaman. Uzoq 15 daqiqagacha borishi mumkin video. Asosiysi e'tibor bilan eshitsangiz, inshaalloh sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, mavzudan tashqari chiqib ketmaslik uchun o'zimga reja qo'yganman. Shu bo'yicha men sizga hozir tanishtirib o'taman. Demak, kirish qismi bo'ladi. Daromad yo'llari haqida, onlayn haqida tushuntirib beraman. Digital marketing nimaligini, UGC nimaligini va ingliz darslarini o'tishi, ya'ni ingliz tili ustozasi bo'lish qanaqa boshlaganim haqida aytib beraman. Blogimni qanaqa boshlaganim va nimaga boshlaganim haqida aytib beraman. Umumiy holatda meni 5 yillik tajribam va blog yuritishda, ya'ni shu bilan birga 3 yildan beri daromad qilishim haqida ma'lumot beraman. Va blog yuritishda o'zi yuritish boshlash xohlayotganlar bo'lsa, nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumot beraman. Va faceless deyiladi. Bu ya'ni yuzni ko'rsatmasdan, o'zini ko'rsatmasdan kerak bo'lsa juda ham yana xohlashadi. Ovozni ham misol uchun ishlatmasdan blogdan daromad qilish mumkinmi deb shular bo'yicha ma'lumot beraman. Keyin hamkorlik qilish uchun nimalar qilish kerak, bunga nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ma'lumot beraman. Va qisqacha o'zimni hozir yangi boshlagan yo'nalishim bu TikTok Shop haqida ma'lumot beraman inshaalloh. Chunki bu ham juda ham kerakli ma'lumotlardan bittasi. Bo'lmasa boshladik. Bir assalomu alaykum. Men ismim Muharram. Yoshim 27 da. Amerikada oilaviy yashaymiz. Green Card yutib kelganmiz. 2 ta farzandli onasiman va onlayn blogimdan daromad qilaman. Shu bo'yicha kurslarim bor. Hozirgi kunda albatta bu kurslarni to'xtatib turibman, chunki ko'proq ingliz tili darslarimga e'tiborimni qaratganman. Va onlayn daromad bo'yicha kurslarimni orada o'zi yiliga 2 yoki 3 marta, uzoq bilan 3 marta ochaman. Lekin asosiy qismi menda aynan ingliz tilidan dars berish. Xo'p, men o'zim juda ham yaxshi ko'raman bu yo'nalishlarimni, ingliz tilida dars berishni ham, umuman blog yuritishni ham. Shuning uchun bu qanaqadir meni hayotimning bitta bo'lagi desam ham bo'ladi. Chunki bu menga daromad olib keladi, o'zim yaxshi ko'rgan ishim va qaysidir ma'noda shaxsiy rivojlanishim uchun juda ham katta rol o'ynaydigan yo'nalishlarimdan bittasi. Demak, tushundingiz, menda daromad yo'llarim onlayn bo'ladi, ya'ni men ko'chaga chiqishim, misol uchun qanaqadir yana biron bir joylarda ishlashim va aynan o'zim, misol uchun o'zimga yoqmagan holatda ishlashga majbur emasman va o'zimni kundaligimni, o'zimni rejalarimni va umuman ishlarimni o'zim rejalashtiraman. Bu menga ko'proq yoqadi va aynan ayol kishi sifatida misol uchun juda ham xohlaymiz uyda uy ishlarimiz qolib ketmasligini, keyin farzandlarimiz bilan ham birga vaqt o'tkazishni bu juda ham katta rol o'ynaydi va o'zimizga qulay vaqtda, qulay tezlikda va qulay holatda misol uchun daromad qilishni juda ham xohlaymiz. Lekin albatta bu narsa o'ziga yarasha mas'uliyatni talab qiladi va shu bilan birga qaysidir ma'noda misol uchun ko'chaga chiqmayotgan bo'lsak ham o'ziga yarasha boshqacha harakatlarni ham, ya'ni mehnatni ham talab qiladi. Xo'p, demak, menda onlayn daromad haqida tushuncha deb bermoqchiman. Meni asosiy onlayn daromadim bu blogimdan bo'ladi, ingliz tili darslarim, UGC kursimdan, ya'ni brendlar bilan ishlash bo'yicha kursimdan, shu bilan birga bloglarimdan va hozirgi kunda yangi yo'nalishim bu TikTok Shopimdan daromad qilaman. Demak, digital marketing. Digital marketing nima? Digital marketing bu internet orqali siz o'zingizni xizmatingizni yoki biron bir mahsulotingizni sotasiz. Bu aynan digital marketing deyiladi, chunki bu onlayn holatda bo'ladi. Bu misol uchun aytaylik, siz aynan masalan, mendagi holatlarda ingliz tili darslarim, ya'ni bu xizmat turi hisoblanadi. Aytaylik, ko'proq menda ham mahsulot ko'rinishida, ham xizmat ko'rinishida. Bu qanaqa? Ya'ni kurslarim ham jonli bo'ladi, ham video darslik ko'rinishda. Bu ingliz tilida ham, UGC da ham. Shu bilan birga keyin digital product deyiladi, ya'ni bu PDF variantda nimadir mahsulotingizni sotishingiz onlayn holatda. Bu ham bor, bu ham digital marketing kiradi. Menda bu ham bor. UGC bo'yicha gaydimni digital product holatida ham sotaman. Bu bo'yicha ham daromad qilaman. Shu bilan birga keyin aynan digital marketing degani, misol uchun sizni o'sha Instagram, YouTube, TikTok yoki Pinterest, nimadir social mediasida, ya'ni ijtimoiy tarmog'ingizdan
kontent uchun daromad qilishingiz. Ya'ni shular orqali daromad qilishingiz digital marketing deyiladi, ya'ni onlayn daromad qilish. Demak, bunda yo sizni mahsulotingiz bo'lishi kerak, yokida xizmat turingiz bo'lishi kerak. Xizmat turi bu o'zingizni hozirgi qo'lingizdan keladigan ishlaringizdan, qobiliyatingizdan kelib chiqib bo'ladi. Misol uchun aytaylik, menda bu xizmat turi ingliz tili darslari va shu bilan birga aytaylik ingliz tili UGC darslari, ya'ni onlayn daromad qilish darslari, shu bilan birga bu yerda yana mahsulot ko'rinishida video darsliklar bor, ovozli darsliklar bor va PDF holatda UGC darslarim bor. Bu demak mana digital marketingdagi sotadigan mahsulotlarim. Va digital marketing bu ya'ni onlayn daromad qilish. Siz biror bir mahsulotni yokida xizmatni sotasiz. Demak, endi UGC. UGC nima? UGC bu user generated content creator. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilikni biosda ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin yokida internetda bu haqida ma'lumotlarni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin va umuman nima deydi, ayniqsa rus va o'zbek tillarida bu ma'lumotlar juda ham noto'g'ri yetkazib berilyapti. UGC ni shunchaki nima deydi, yangicha bitta termin deb o'ylashyapti va yangicha qanaqadir o'sha digital marketingning yangicha misol uchun shunchaki nomi deb o'ylashyapti va uni aynan qanaqa ishlashini ko'pchilik tushunmayapti. Ayniqsa bu narsa O'zbekiston va Rossiyadagi va Qozog'iston va boshqa davlatlarda, shu SNG davlatlarida juda ham ko'p ko'rishingiz mumkin. Hammada UGC deb blogda yozib qo'ygan, lekin UGC aslida nima ekanligini ko'pchilik tushunmayapti va oddiy bo'lgan blogerlar bilan barter yoki reklama qilish deb o'ylashyapti. Yo'q, bunaqa emas. UGCda siz brend uchun maxsus video tayyorlab berasiz, kontent tayyorlab berasiz va bu narsa ko'p holatda brendni talabiga binoan o'zingizni akkauntingizda qo'yilmaydi. Brend u videoni o'zini akkaunt uchun ishlatadi. O'zini akkaunt uchun misol uchun aytaylik, tabiiy reklama ko'rinishida ishlashi mumkin, tabiiy video ko'rinishida ishlashi mumkin, tabiiy fikr ko'rinishida ishlatishi mumkin. Misol uchun aytaylik, xaridorlardan kelgan fikr ko'rinishida bo'lishi mumkin va bu shunaqa narsaki, qanaqadir professional, qanaqadir juda ham estetichniy yoki juda ham ko'pchilikning joniga tegib ketgan holatda bo'lmasligi kerak. Bu xuddiki tabiiy odam o'zi haqiqatdan mana kimgadir nima desa bo'ladi, user generated content creator degani o'zi shunaqa. UGC bu tabiiylikda. Tabiiy siz o'zingizga kimdir nimadirni, misol uchun kimdiringizga maslahat berayotganingiz. Masalan, aytaylik, oddiygina masalan mana shu shag'am. Mana shu shag'amga UGC ni qanaqa qilasiz? Misol uchun mana shu shag'amga UGC ni aytaylik, bu shunchaki bitta ko'rinishi, bu sizni kundalik hayotingizda bu o'sha shag'amni o'rni qanaqaligini ko'rsatib, oddiy ko'rsatib berishingiz mumkin, yuzingizni ko'rsatmasdan va hokazo. Yoki misol uchun aytaylik, biron bir boshqa holatda masalan siz yuzingizni ko'rsatib bemalol kontent qila olasiz va shu holatda aytaylik, shu shag'am sizga qanaqa aytaylik nima desa bo'ladi, shinamlik berish haqida yoki mana shu shag'am nimaga sizga yoqqani haqida qanaqadir sizni o'zingizni shaxsiy haqqoniy fikringiz bo'ladigandek ko'rinadi UGCda va men bu narsani ko'proq yollama aktyor degan bo'lardim. Chunki xuddi bu yollama aktyorlikka o'xshab ketadi. Ya'ni siz mana shu shag'amni tabiiy odam ko'rinishida, tabiiy qilib o'zingizni uyingizda shunaqa oddiy ko'rinishda reklama qilib berasiz. Reklama, ya'ni video olib berasiz. Endi bu narsani keyin brend bilan kelishgan holatingizda talabaga qarab bu reklama uchun bo'lishi mumkin, bu o'sha faqatgina profilda qo'yilish uchun bo'lishi mumkin yoki storiesga bo'lishi mumkin va bu narsani keyin o'zingiz kelishib olasiz va shunga qarab ham narxlaringiz belgilanadi. Lekin hozir ko'pchilik o'ylayapti, UGC ni bu shunchaki misol uchun aytaylik, blogerlar bilan barterga ishlash, blogerlar bilan men bu nima deydi, reklama qilish bor-ku, shunaqa deb o'ylashadi. Yo'q, bu bunaqa emas. Ya'ni UGCda siz brend uchun maxsus tabiiy, xuddi aktyordek tabiiylikka asoslangan kontent yaratib berasiz. Ya'ni kontent qilib berishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsa UGC. Va aynan mana shu bo'yicha ishlayman va shu bo'yicha daromad qilaman. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman bu yo'nalishimni, chunki bu yo'nalish menga juda ham ko'p imkoniyatlarni bergan. Shu bilan birga misol uchun aytaylik, nima desa bo'ladi? Imkoniyatlarni bergan, o'zim xohlaganimdek misol uchun biror bir narsalarni olishim mumkin, mahsulotlardan demoqchiman. Misol uchun texnika bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu hozir endi oldimda bor narsalardan aytadigan bo'lsam, masalan, mana shu mishkani klaviaturasi ham bor va shunaqa bo'lgan. Men nima deydi, planshet sotib olgan bo'lganmiz. Planshetimga mishka bilan aytaylik, anaqa kerak bo'lgan. Klaviatura shunaqa bo'lgan. Shu mishka bilan klaviaturani reklamasi chiqib qolgan. Uni qabul qilganman. Ya'ni reklama emas, UGC chiqib qolgan. Uni qabul qilganman. Men unga keyin oddiy tabiiy video olib
ko'rsatib berganman brend uchun, unga yuborganman, brend bo'ldi, qabul qilgan. Bu narsa boshida pul uchun bo'lmagan va oddiygina faqatgina kontent qilib berishim kerak bo'lgan, bo'ldi. Boshqa hech nima bo'lmagan. Mana misol uchun bu narsaga 1,5 yildan oshdi. Hozirgi mana endi noutbukimda klaviaturasi borligi uchun klaviaturasini ishlatmayman, lekin mishkasini ishlataman masalan. Mana shu narsa UGC hisoblanadi. Ya'ni siz qachonki haqiqatdan mana shu narsani hayotingizdagi o'rnini va bu narsani tabiiy holatda ko'rsatib berishingiz bo'ladi-da. Mana shu narsa UGC. Lekin siz agar bu narsani blogerlikda qilib, buni aytaylik blogingizda qo'yib, buni sotuviga aralashadigan bo'lsangiz, misol uchun sotuviga ham mas'uliyat oladigan bo'lsangiz, uni qancha odam ko'rishi, qancha odam nima deydi, klik qilishi deydi, ya'ni misol uchun o'sha saytga o'tishi va hokazolar bo'lgan bo'lsa, bu umuman boshqa daromad yo'li bo'ladi-da. UGC aynan mana shu narsa, qachonki siz brend uchun xuddiki yollanma aktordek bo'lib, tabiiy, chiroyli, endi xunuk emas, tabiiy, chiroyli, oddiygina uyingizdagi kadrlar orqali, uyingizdagi narsalar orqali chiroyli qilib kadr yaratib berishingiz, ya'ni o'zingizni shaxsiy fikringizni ko'rsatib berishingiz, o'zingizni shaxsiy biron bir misol uchun aytaylik, shaxsiyatingizni ochib berishingiz. Xuddiki oddiy o'zingizni haqqoniy fikringizni bildirgani. Mana shu narsa UGC. Xo'p, demak, bu UGC haqidagi umumiy tushuncha edi. Rejamiz bo'yicha UGC ni tushuntirib berdim, digital marketingni tushuntirdim. Endi ingliz tili darslarini qanaqa boshlaganim, ya'ni ingliz tilida dars berishni qanaqa boshlaganim. Men shaxsan o'zim Amerikaga kelganimizda juda ham nol bo'lmaganman ingliz tilida, lekin unaqa juda ham yaxshi ko'rib, qanaqadir ingliz tiliga mehr bergan odam bo'lmaganman. Lekin baribir hayot shunaqa ba'zi paytlarda majbur qilib qo'yadi. Misol uchun shu narsani o'rganishingiz kerak, shu narsani qilishingiz kerak. Bu narsa sizni qanaqadir xohishlaringizga, qanaqadir nima deydi, yoqtirmayapman deyishlaringizga qiziqtirmaydi va siz aytaylik shu narsani o'rganishingiz shart. Misol uchun shunaqa bo'lgan va men qattiq kirishganman bu narsaga, jiddiy kirishib buni o'rganishni boshlaganman va shunaqa bo'lgan. Xuddiki boshdagi narsalar esimdan chiqib qolgandek bo'lgan. Keyin oddiygina qilib juda ham arzon narxga nima deydi, speaking club ko'rinishida qilganman. Qizlarimiz bilan misol uchun ingliz tilida gaplashish bo'lgan, qanaqadir alohida grammatika darslarini qilmaganman boshida. Bu ko'proq speaking clubga o'xshagan bo'lgan va nima deydi, amerikalik ustozimiz ham dars o'tadigan bo'lganlar, o'shalar orqali misol uchun men ham darsga kirib, qizlar bilan gaplashib, boshqa qilib, shunaqa tabiiy jonli dars bo'lgan. Keyin bu narsani ko'rganman, alohida ustoz bilan qilganman, aytganman, gaplashganman, lekin ustoz bilan ham baribir uzoq muddat ishlolmaganmiz. Bu narsani ko'proq o'zim qilishim qulayroq bo'lgan menga. Keyin bu narsani o'zim yana yaxshilab grammatikamni mustahkamlab, boshda nima deydi, qaysi darajagacha misol uchun aytaylik o'quvchilarga va qaysi darajadan qaysi darajagacha o'quvchilarga dars o'ta olishimni aniqlab olganman. Bu narsani ustozlarimdan so'raganman, nima deysizlar, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb so'raganman. Darajam qaysi darajadagilarga dars berishga yetadi va qaysi darajagacha dars berishim mumkin deb ustozlarimdan so'rab, maslahat olib, qaysidir ma'noda duoligini olib desam, shunaqa qilib boshlaganman. Va bu narsa boshida albatta oson bo'lmagan, xuddiki baribir, chunki menda hech qanaqa litsenziya ham deyolmayman, sertifikatlar yo'q va bu narsa misol uchun meni asosiy kasbim bo'lmagan. Ya'ni asosiy kasbimdagi yo'nalishim emasda ingliz tili. Ingliz tili bu meni Amerikaga kelganimdan keyin o'rganib, bu narsani qaysidir ma'noda mustahkamlash maqsadida qilgan ishimda. O'shaning uchun men o'zim ham bunaqa juda ham chuqurlashib ketib, ingliz tilidan dars berib, qanaqadir katta gruppalar ochaman. Misol uchun hozirgi kundagi 10 tadan oshiq o'quvchim bo'ladi deb o'ylamaganman. Individual gruppa darslarim bo'ladi deb o'ylamaganman. Shunchaki bitta ikkita misol uchun aytaylik qizlar bilan shug'ullanib yuraman. O'zimda qanaqadir mustahkamlash bo'ladi deb o'ylaganman, lekin o'zimga yoqib qolgan, talab boshlangan, ya'ni talab bo'lgan mana shu narsaga. Bu narsa haqida blogimda aytishni boshlaganman va reja qilishga nima deydi, maqsad qilganman. Ya'ni nima qilib dars o'ta olaman, qaysi kitoblardan dars o'taman, qanaqa dars o'taman, imенно nimalarga e'tibor berishim kerak. Chunki meni o'quvchilarim asosiy qismi Amerikada yashovchilar bo'ladi. Amerikada yashovchilarga dars beraman asosan, chunki ularga qanaqadir uzoq muddatli misol uchun aytaylik programmalar yoki shunchaki nazariy bilimlar emas, ularga aynan speaking bilan, ya'ni Amerikada kundalik hayotda gaplasha oladigan mavzularda ko'nikma hosil qilish kerak va aynan shu mavzularda dars o'tib berishim kerak. Shuning uchun mana shu holatda keyin reja tuzib,
ularga shunaqa misol uchun aytaylik oddiy ko'rinishi mumkin siz uchun, ba'zi odamlar uchun oddiygina masalan restoranga borganda o'ziga ovqat zakaz qilish yokida aytaylik shifokorga borganda gaplashish, misol uchun pediatrga borganda, ginekologga borganda, homiladorlik bo'yicha borganda shunaqa holatlarda qanaqa gaplashish kerakligi haqida ham darslar o'tishni boshlaganman va bu narsa o'zimga ham yoqib qolgan. Bu narsa keyin o'zimga ham yoqqan, o'quvchilarim ham aytolman-ku, bu narsaga qiziqishim ortib ketgan va bu narsani qanaqadir ma'noda sekin astalik bilan oddiy mustahkamlash darslari bo'lib, mana hozir deyarli qancha bo'ldi? Deyarli 3 yil bo'lar ekan. 3 yil bo'ldi ham menimcha, 3 yil bo'ldi уже. Mana aprelda menimcha 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri dars ham berib kelar ekanman. Demak, ingliz tili darslarini boshlashda o'zimda albatta nima desa bo'ladi, maqsad bo'lgan va qaysi maqsad, qanaqa maqsad? Ko'proq mustahkamlash maqsadi bo'lgan, lekin bu narsa keyin sekin-asta chuqurlashib, aynan kasb ko'rishga ham o'tib qoldi mana, alhamdulillah. Xo'p, demak, ingliz tili darslari qanaqa boshlaganim haqida asosiy ma'lumot shu edi. Xo'p, bunisi endi blogimni qanaqa boshlaganim, blogimni qanaqadir hammani aytadiganlarga noodatiy boshlaganman deb aytolmayman, chunki boshida O'zbekistonda bo'lgan paytimda ham qanaqadir nima deydi, fikrlarimni, postlarimni yozishni boshlaganman. Keyin bir esingizda bo'lsa, juda bir moda bo'lib ketgan payt edi. U anaqa franshizali gruppalar sotishcha kanallar shunaqa bo'lgan. Undan qilib ko'rganman. Undan ham bittami, ikkitami sotuv bo'lgan, lekin qanaqadir o'zimga bu narsa ko'proq mashinchisadek ko'ringan. Mashinchisiz bo'lmagan albatta, lekin baribir уже shunaqa ko'payib ketganki, nima desa bo'ladi ani. Kerak emas materiallar ko'payib ketganda, bu narsa qanaqadir o'zimga ham zerikarli tuyulib qolgan. Xuddiki nima deydi? Prosta internetda ham bor ma'lumotlarni shunchaki bitta kanalga yuborilganini sotib olayotgandek ko'ringan. Shuning uchun bu narsani aniq qilmaganman. Shu bilan to'xtatganman, yopganman. Amerikaga kelganmiz. Amerikaga kelgandan keyin уже zerikishni boshlagan, bu haqida reels qo'ygan edim. Keyin shundan keyin qaraganmanki, nimadir qilishim kerak. Va shunchaki o'zimni kundalik hayotimni, nonushtalar tayyorlashimni, nimalarni pishirganimni qo'yib, mana shunaqa qilib keyin sekin-asta uni tanlab, buni qilib, futbol qilib ko'rganman, diniy blog qilib qo'yganman, audio kitoblar qilib ko'rganman, yana nimadir bo'lgan. Mana shunaqa qilib hozirgi kunga kelib, men misol uchun 3,5 yil, deyarli 4 yil bo'lar ekan blog yuritishimga. Shu yo'lga kelib qolganman misol uchun. Mana shunaqa hozirgi aytaylik UGC yo'nalishini topganman, keyin qarasam mana homeschooling boshlaganman, u haqida ma'lumot berib, bu qilib blogerlik bo'yicha o'zim rosa o'qiganman. Shulardan keyin men o'zimga bitta yo'nalish tanlashim kerak ekanda, blogimni qanaqadir bitta nima deydi, qadoqlab olganman. Keyin shu bo'yicha blog yuritib daromad qilishni boshlaganman. Blogimni ochishim va blogimni o'zim yuritishim qanaqadir noodatiy narsa bo'lmagan. Shunchaki nima desa bo'ladi, kundalik hayotda zerikkandan bo'lgan narsalardan bittasi bo'lgan. Albatta bu narsada bu yo'lda yaqinlarim meni juda ham podдержка qilishgan. Ko'pchilik hozir meni qo'yishyapti-ku, va yaqinlaring like bosmaydi, bunaqa yo'q. Endi alhamdulillah hamma qarindoshlarim, misol uchun o'zim yaqinlarim, o'zim oila a'zolarim misol uchun boshidan like bosib, hammaliga kerak bo'lsa qaysi joylarda kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlashgan. Aytamanki, nima deydi? Juda ham bu narsa ham katta kuch bergan menga. Hammaliga rahmat deb aytib qolaman. Shansdan foydalanib deyshadi, imkoniyatdan foydalanib deb. Xo'p, endi blog yuritishda misol uchun aytaylik, nima desam bo'ladi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Blog yuritishda asosiysi o'zingizga yo'nalish tanlash, o'zingizni stilingizni tanlashingiz va nimaga blog yuritmoqchiligingizni bilib olishingiz. Eng asosiysi shu 3 ta narsa. Bulardan tashqari yana blogingizga o'zingizga uverенный, nima desa bo'ladi? Ham uverенный bo'ling, ham o'zingiz aniq tan oling. Blog yuritishdan 99% holatda daromad qilish bo'ladi maqsad. Mana shu narsani tan oling-da, mana shu narsani harakatini qiling. Nima qila olasiz? Blogingizni shunchaki yuritmang. Shunchaki nimadirlarni post qilib, qanaqadir odamlarni vaqtini o'tkazmang, vaqtini ketkazmang. Balki o'sha blogingizdan nimadir foydali narsa bo'lsinki va to'g'ri platforma tanlangki, o'sha joydan aytaylik daromad kelsin sizga. Misol uchun agar siz hech nima sota olmayman desangiz, qilayotgan kontentlaringizdan daromad kelsin. Yokida aniq bitta mahsulotingiz bo'lsin. Digital marketing dedim-ku, aniq bitta mahsulotingiz bo'lsin. Kurs bo'lishi mumkin bu. Siz pishirib kuydirga yaxshisiz, kurs bo'lishi mumkin. Bolalarning tarbiyasida yaxshisiz, bolalarning tarbiyasiga oid qanaqadir kichkina kanal bo'lishi mumkin. Telegram kanal bo'lishi mumkin, pullik. Yokida
aytaylik yana nimalar qilishingiz mumkin. Mana shunaqa misol uchun kitoblaringizni o'qigansiz, kitoblar bilan bo'lishingiz mumkin, book club ochishingiz mumkin o'zingizda. Oddiygina narsalardan ham misol uchun aytaylik odamlarga foyda tegadigan narsa qiling va o'sha narsadan o'zingizdan daromad qiling. Chunki daromad qilmasangiz bu blogdan nima foyda bor? Vaqtingiz bekorga ketkazgan. O'sha narsani misol uchun boshqa aytaylik o'sha vaqtni boshqa narsaga, boshqa foydaliroq aytaylik biron bir ishga ketkazishingiz mumkin. Demak, blogingizda yuritishni boshlamoqchi bo'lsangiz, asosiy shu narsalarga e'tibor bering. O'zingizga yo'nalish tanlang, stilingizni tanlang va nimaga blog yuritmoqchi bo'lganingizni aniqlab oling. Hop, endi faceless qilish mumkinmi? Faceless qilish mumkin. Men naborot faceless qilishni ham maslahat beraman boshida. Chunki nimaga? Bu narsa sizga ko'proq ishonch beradi va qo'rquvni nisbatan ketkazadi faceless qilganingiz. Shu bilan birga yana faceless qilish sizga nima bo'ladi? To'xtatib qo'yganingizda ham qaysidir ma'noda mayli deysizda, chunki agar sizniki bo'lmasa blog yuritish, bu ham tabiiy. Blog yuritish hammaga ham emasligi tabiiy. Uni har doim kontentni o'ylash, uni odamlar bilan gaplashish, kerak bo'lsa qaysi joyda negativiga chidash, odamlarning savollariga javob berish, bu oson emas. Va bu narsa misol uchun aytaylik, faceless qilganingizda ancha o'zingizni erkin tutishingiz mumkin va ertaga kimdir ko'rib qolsa-chi, unaqa qilsa-chi, bunaqa qilsa-chi degan tushunchalar bo'lmaydi va oddiygina o'zingizni fikrlaringizni chiroyliroq yetkazib berib, qanaqadir o'zingizga qiziqarli bitta nima bo'ladi ani. O'zingizni bitta hobbingizni yaratib olishingiz mumkin bo'ladi agar faceless bo'ladigan bo'lsa. Va albatta bu normal. Faceless qiladigan bo'lsangiz ham normal. Asosiysi o'sha aytganimdek, o'ziga yo'nalish tanlash, stilingizni tanlash va nimaga aynan blog yuritmoqchiligingizni aniqlab olish. Xo'p, keyingi masala bu hamkorlik qilish uchun nimalar qilish kerak? Hamkorlik qilish uchun bitta asosiy qoidani aytaman. Unaqa ortiqcha cho'zmayman. Bu nima? Hamkorlik qilish uchun eng asosiy qoida kim bilan hamkorlik qilmoqchisiz? Qanaqa asosda hamkorlik qilmoqchisiz? Mana shu narsani bilib oling. Ikkita ekan mana. Kim bilan qanaqa asosda hamkorlik qilmoqchisiz? Bu ya'ni kim bilan degani qaysi yo'nalishdagi brendlar bilan. Ikkinchisi, qanaqa asosda degani pullimi yoki bartermi? Ya'ni sovg'a ko'rinishda bo'ladimi? Siz uni keyin aytaylik shunchaki mahsulot uchun reklama qilib berasizmi? Hamkorlik qilasizmi yoki aynan pul uchunmi? Mana shu narsani ham aniqlab oling. Xo'p, buni endi hamkorlik juda ham qaysidir ma'noda chuqurroq mavzu va o'rgatilinadigan mavzu. Shuning uchun agar siz mana shu narsani boshlab ko'rmoqchi bo'lsangiz, shu narsa sizniki yoki sizniki emasligini bilmoqchi bo'lsangiz, men sizga o'zimni gaydimda maslahat bergan bo'lardim. Gaydimda o'sha to'liq tushuntirganman. UGC bo'yicha, brendlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa blog yuritish kerak, shular bo'yicha qisqacha va boshlang'ich ma'lumotlarni berganman. Chunki hozir kursim yopiq. Agar kursim ochiq bo'lganda, albatta kursim haqida ham ma'lumot bergan bo'lardim, lekin hozir faqat gayd haqida ayta olaman. Gaydda aynan brendlar bilan ishlashda nimalarga e'tibor berish kerak, nimalar qilishingiz kerak. 18 ta darslik bor, unda 18 yoki 16 ta darslik bor edi. Chunki kursda undan ko'proq, kursda 60 ga yaqin dars bor va bonus darslar bilan bu taxminan 100 taga yaqin dars ham borda. Jonli dars bo'ladi. Hozirgi vaqtda jonli darsga vaqtim yo'q, shuning uchun faqatgina boshlang'ich qilib, bu yo'nalish siznikimi yoki sizniki emasligini bilib olish uchun bu narsani nima desam bo'ladi, anaqada qilganman. Gayd ko'rinishda qilganman. Gaydda linkini qoldiraman. Opisiyaniyada bemalol shundan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi TikTok shopim haqida, TikTok shop haqida qisqacha ma'lumot bersam, xo'p. TikTok shop o'zi nima? TikTok shop bu hozirgi kunda juda ham yaxshi rivojlanib ketayotgan yo'nalishlardan bittasi. Bu sizga 1000 ta obunachi kerak bo'ladi va shu 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin sizda TikTok shop ochiladi. Shu bilan birga siz Amerikada, Kanadada adashmasam, qaysi joylarda va Yevropaning qaysi davlatlarida bo'lishingiz kerak. Undan keyin sizda TikTok shop ochiladi. Uning uchun yana 1000 ta obunachi ham bo'lish kerak sizda. Keyin nima deydi ani? TikTok shop ochiladi va siz o'tda brendlardan mahsulotlarni tekinga olishingiz mumkin va o'sha narsani mahsulotlarni video qilib qo'yasiz. Uni o'sha video qilib qo'yasiz va o'sha videolaringizdan yoki deb o'sha blogingizdan odamlar sotib olganda, o'shandan siz aytaylik qaysi qismini olasiz. Masalan, aytaylik 10% bo'ladigan bo'lsa, misol uchun aytaylik $18 narsadan $1.80 olasiz. Mana shunaqa narsalarda. Va bu narsani aytaylik sotuvdan keyin komission deyiladi. Komission orqali pul topish bo'ladi. Bu ham o'ziga yarasha, agar yaxshi boshlab oladigan bo'lsangiz va odamlarga chiroyli yetkazib berib, chiroyli sotishni biladigan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi va o'zingizga qanaqadir nima deydi, kosmetikalarni olishingiz mumkin yoki yuz uhud narsalarni olishingiz mumkin va brendlar bilan ishlab ham, ya'ni UGC ni hamkorlikni boshlash uchun va blogdan daromad qilishni boshlash uchun juda ham zo'r yo'nalish bu TikTok shop. Ayniqsa Amerikada yashaydiganlar uchun bu prям zo'r.
man даже misol uchun aytaylik umuman yuzni ham ko'rsatish shart emas. Nima desa bo'ladi? Deyarli hammaga maslahat bergan bo'lardim bu yo'nalishni qilib ko'rishiga. Chunki unaqa ortiqcha narsa kerak emas sizga. Uyingizda bor narsalarni aytaylik TikTok shopda agar sotiladigan bo'lsa, o'sha narsalarga oddiy videolar qilib ham bemalol aytaylik chiroyli videolar yasab yoki oddiyroq videolar yasab ham sotuvni qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bilasiz o'zingizga. Misol uchun bu yo'nalish sizga to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi. Va TikTok shopda aytganimdek, misol uchun nisbatan osonroq. Pulni olib olish ham nisbatan osonroq. Misol uchun haqiqatan oson. O'zi avtomatik har chorshanba kuni sizga o'tkazib beradi. Va shu narsani misol uchun aytaylik PayPal akkauntingizga yokida bank akkauntingizga ulab qo'yish mumkin. Albatta keyin bitta narsasi bor. O'zini necha puldir limiti bor edi. Hozir eslolmayman necha pulligini limiti. O'sha limitga yetgandan keyin soliq to'lashni boshlaysiz. Adashmasam $600 mi, $1000 yiliga topganingizdan keyin. Misol uchun. Bu narsa misol uchun shtatingizga qarab bu narsa o'zgaradi va bemalol buni o'zingizga aytaylik mayli unaqa asosiy katta daromadingiz bo'lmasa ham qisqachagina daromadingiz ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak, TikTok shop haqida bu qisqacha ma'lumot edi. TikTok shopni men deyarli uyda o'tirgan hamma ayollarga maslahat bergan bo'lardim, chunki uyingizda baribir shuncha narsa bor. Baribir qaysidir ma'noda yuz uxud narsalarni, kosmetikalarni olasiz. Agar u narsa TikTok shopda sotiladigan bo'lsa, oddagina video qilib bo'lsa ham, misol uchun sinab ko'rsangiz bo'ladi o'zingizga. Qani bu siznikimi yoki yo'q. Albatta bu narsani qanaqa sinab ko'raman deydigan bo'lsangiz, men sizga aytganimdek, UGC guideimdan nima deydi, foydalanib ko'rishingiz mumkin. Va inshaalloh sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, demak, asosiy onlayn daromad bo'yicha maslahatlarim shu edi. Unaqa chuqurlashmaslikka harakat qildim, lekin baribir menimcha 15 minutdan saqal oshdi. Xafa bo'lmaysizlar, boshida yana tanishuvlarga olib tashlaymiz desam, asosiy narsalarda. Sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman, lekin bitta narsani inobatga oling. Kommentariyada yozing, men sizga javob beraman va nima savollaringiz bo'lsa, inshaalloh qo'limdan kelgancha yozma ko'rinishda, kommentariyada yoki video ko'rinishda javob berishga harakat qilaman. Chunki ayollarimiz uyda o'tirib, ortiqcha ko'chaga chiqmasdan ham bemalol daromad qilib, o'zligiga qanaqadir uverенный bo'lib, samarqandkalari raketadek uchib yurishini men juda ham xohlayman va tilab qolaman. Shu bilan birga yordam berishga harakat qilaman. Shuning uchun savollaringiz bo'lsa, yozing. Savollaringizga video ko'rinishda yoki kommentariyada javob berishga harakat qilaman. Menga obuna bo'lishni va bu videoni onlayn daromad qilishni xohlayotgan dugonangizga borib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat kattakon. Vaqtingizga rozi bo'ling.